Assalomu alaykum o'quvchilar. Hop, ozgina tanaffusdan keyin ikkinchi unitimizni ham boshladik. Hop, listen to liking and disliking. Yoqtirish va yoqtirmaslik haqidagi savollarni bugun ko'rib chiqamiz va qanday qilib javob bersa bo'ladi. Grammatika va vocabulary'ni ham ko'rib chiqamiz. Hop, endi bitta eslab o'tadigan bo'lsak, part 1 questionlari examda asosan qisqa savol-javobdan iborat bo'ladi. Bu holatdagi savollarga asosan biz qisqa holatda odatda 3 ta gap orqali javob beramiz. Bu birinchi gapimiz bu direct answer, ya'ni bizga berilgan ingliz tilidagi savolga to'g'ridan to'g'ri javob berish. Va ikkinchisi answer development part can be explanation or supporting idea for direct answer. Ya'ni bu ikkinchimiz. Xo'p, endi birinchi marta bizga savol berilganda biz to'g'ridan to'g'ri javob berganimizdan keyin o'sha javobimizni tushuntirib berish, nimaga aynan shu narsa deylik. Bugun ko'radiganimiz liking va disliking, ya'ni yoqtirish va yoqtirmaslik haqidagi savollar bo'lsa, deylik sizga kimdir nimadirni yoqtirasizmi deb so'raganda, deylik ha yoqtiraman. Endi answer development part, ya'ni ikkinchi gapimizda aynan nimani yoqtirishimizni, nima sababli yoqtirishimizni aytsak bo'ladi va oxirgisi endi uchinchi sentenceimiz nima haqida bo'lishi mumkin. Misol uchun siz yoqtiradigan holatga example bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa tepadagi o'zingiz aytgan fikrlar qo'llab-quvvatlaydigan sentence bo'lishi mumkin. Hop, endi aynan IELTSda yoki TOEFLda tushadigan savollardan ko'rib chiqadigan bo'lsak, do you like making new friends? Birinchi savolimiz. Demak, yoqtirish va yoqtirmaslik haqida savol berilgan bu yerda. Do you like making new friends? Bu yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'rasizmi? Hop, endi hozir bundan oldin example'lar ko'rishdan oldin paraphrasing degan narsani ko'rib olsak, hop, parafraza degani bu gapni shaklini o'zgartirib, ma'nosini ushlab qolish. Deylik, sizdan biror narsani yoqtirasizmi deb so'ralganda, siz aynan deylik, do you like making new friends deb so'ralganda, yes, I like making new friends deb javob berish, bu sizni ham vocabularingiz pastligini, ham ingliz tilidagi speaking darajangiz pastligini ko'rsatadi. O'shaning uchun siz javob berayotganda, demak, sizdan so'ralayotgan narsa bu yerda yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'rasizmi? Siz ha yoki yo'q deb javob berayotganingizda sizga berilgan savolni qaytarmasligingiz kerak. Ya'ni sizdan do you like making new friends, yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'rasizmi deb so'rasa, siz javob berayotganda hech qachon ha men yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'raman deb javob bermasligingiz kerak. Hop, endi ko'rib chiqamiz. Do you like making new friends? Bizda berilgan birinchi answerimizga qaraydigan bo'lsak, hop, endi do bilan boshlangani uchun savolimiz birinchi example'imizda ha deb ijobiy javob beryapmiz. Ya'ni yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'raman, yangi do'stlar bo'lishini demoqchi bo'lsak, yes dedik birinchi o'rinda ha, demak yoqadi. I do, demak do bilan boshlangani uchun I do qilib short answer holatda javob berdik. Hop, endi bu birinchi sentenceimiz, ya'ni tepada ko'rganimiz savolga to'g'ridan to'g'ri javob berish. Doim shunaqa bo'lishi kerak. Birinchi sentenceimiz yoqtirasizmi degandan keyin ha yoqtiraman yoki yoqtirmayman. Ha yoqtiraman deganimizdan keyin davomiga qaraydigan bo'lsak, endi javobimizni qo'llab-quvvatlovchi sentence, ya'ni tushuntirib beruvchi. Because of, ya'ni because of ko'radigan bo'lsak, u aynan sababli deb tarjima qilinadi. Endi because of dan keyin yonida yoki verbga ing qo'shilgan holatdagi nounlarni ishlatishimiz kerak. Because of dan keyin verblar endi ishlatmoqchi bo'lsak, ularga ing qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Verb ya'ni fe'l. Because of my outgoing personality. Menga yoqadi. Mening chiqishuvchan xarakterim tufayli. Because of my outgoing personality, ya'ni outgoing demak chiqishimli, personality bu shaxsiyat, xarakter. I have never missed this opportunity. Men hech qachon bunday imkoniyatni o'tkazib yubormayman. Ya'ni qanaqa imkoniyat? U yangi do'stlarni orttirish imkoniyati bo'lib qolsa, hech ham o'tkazib yubormayman. Chunki mening chiqishimli xarakterim bor bo'lgani uchun. Every time I go to parties, I try to make new friends. Ya'ni har safar men party, ya'ni bazmlarga borganimda yoki bayramlarga borganimda men yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'raman. Demak, make new friends bu yangi do'stlarni orttirish bo'ladi ma'nosi. Hop, endi ikkinchi example'imizni ko'radigan bo'lsak, hop, endi every time I go to parties, ya'ni har safar men partiyalarga borganimda. Yana example'lar ko'rsak, deylik, every time I see you, har safar men seni ko'rganimda yoki bo'lmasa every time I go home, har safar uyga borganimda. Demak, every time ni biz har safar degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Hop, buni ham speakingda ko'proq ishlatishni maslahat beraman, chunki
Buni ham aynan misol uchun to'g'ridan to'g'ri sizga bir savol berilganda to'g'ridan to'g'ri javob berganingizdan keyin javobingizni sababini tushuntirib berishda, haligi javobingizni qo'llab-quvvatlashda ikkinchi, uchinchi sentenslar bor-ku tepadagi. O'shalar o'rnida ishlatishga juda yaxshi grammatika strukturalardan bittasi. Endi ikkinchi example'ga qaraydigan bo'lsak, hop, javob beryapmiz. Mana "Oh yeah", ya'ni ozgina emotsiya bilan boshlangan. Ingliz tilida hop bitta narsa bor. Deylik, o'zimizni birinchi tilimizda ham gapirayotganimizda biz qanaqadir emotsiya bilan gapiramiz. Bu spichimizni misol uchun eshitayotgan odamga, ya'ni gapirayotgan gaplarimizni eshitayotgan odamga qiziqroq qiladi. O'shaning uchun biz ham ingliz tilida iloji bo'lsa, birinchi tilimizdek zo'r gapirmoqchi bo'lsak, doim savollar berilganda yoki gaplashayotgan vaqtimizda emotsiya qo'shsak, u yana ham qiziqarliroq bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu yoqda hozir example tusida emotsiya bilan gapirilyapti. Deylik, "Do you like making new friends?" Yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'rasizmi? Endi javob berayotganda, "Oh yeah, because of my curiosity", ya'ni qiziqishim sababli, because of ko'rdik, because of ma'nosi, ya'ni sababli, because of dan keyin noun kelyapti, ya'ni my curiosity, ya'ni qiziqishim tufayli I have always wanted to know people around me. Meni har doim qiziqishim tufayli atrofimdagi odamlarni, uchratadigan odamlarni bilishni xohlaganman. That's why. Endi bu yoqda that's why ishlatilyapti. Hop, bu deylik birorta holatdan kelib chiqib, deylik nimadir sodir bo'ladi deydigan bo'lsak ishlatamiz. Mana shu joyda qaraydigan bo'lsak, I have always wanted to know people around me. Men qiziqishim tufayli atrofimdagi odamlarni doim bilishni xohlaganman. Endi shundan kelib chiqqan holatda shu sababli deyilyapti. That's why demak shu sababli, shu tufayli, shundan kelib chiqqan holatda I try to make new friends whenever I start to see them quite often. Endi men shu sababli I try to make friends, ya'ni make friends do'stlar orttirish. Xo'p, endi birorta odamlarni ko'pincha ko'rishni boshlaganimda men doim yangi do'stlarni orttirishga harakat qilaman shu sababli. Demak, qiziqishim tufayli do'st orttirishni xohlayman doim degan ma'noda javob berilyapti. Endi example 3 ga qaraydigan bo'lsak, no, I don't. Ya'ni endi do'st orttirishni yaxshi ko'rasizmi deb so'rasa, endi yo'q, men do'st orttirishni yoqtirmayman demoqchi bo'lsak, no, I don't deyapmiz. Endi yana because of ishlatilyapti. Demak, bu holatda deylik sizdan biror narsani yoqtirish, yoqtirmaslik savollarini berganda because of biror narsani o'sha javobingizga, direct answeringizga ha dedingizmi yoki yo'q dedingizmi, tushuntirib berish uchun sababli degan ma'noda ishlatish uchun biz strukturamiz bu ham. Because of my introverted character. Demak, yo'q, yoqtirmayman. Sababi mening introverted karakterim, ya'ni hop, introverted ya'ni chiqisholmaydigan boshqalar bilan tepada ko'rgandik. Outgoing bu chiqishimli bo'lsa, hop, shunga antonim bizda introverted, ya'ni chiqishimli emasman boshqalar bilan, sociable emasman degan ma'noda ishlatilyapti. I have never been able to make new friends. Mening o'sha chiqishimli bo'lmagan xarakterim tufayli men hech qachon do'st orttira olmaganman yangi do'stlarni. Besides, endi bu bundan tashqari qo'shimchasiga degan ma'noda ishlatiladi. Hop, besides demak tepadagi gapga yana undan tashqari deb turib, yana 3-sentensimiz tepadagi fikrimizni qo'llab-quvvatlaydigan gap yo'q degan javobimizda. Besides, I don't feel comfortable talking first since I think they might ignore me. Endi mana shu joyda aytyapmiz. Bundan tashqari men ularga birinchi marta deylik gapirayotganda o'zimni qulay his qilmayman. Since, ya'ni bu yoqda since chunki sababli degan ma'noda kelyapti. Demak, since chunki sababli degan ma'noda ishlatilyapti. Ular bilan gaplashayotganda birinchi marta men o'zimni qulay his qilmayman. Sababi men o'ylaymanki, ular meni deylik e'tiborsiz bo'lishi mumkin menga nisbatan birinchi marta gapirayotganimda meni eshitmasligi mumkin. O'shaning uchun shunaqa qo'rquvim bor sababli va undan tashqari men xarakterim chiqishimli bo'lmagani sababli yangi do'stlarni orttirishni demak yoqtirmayman deb javob berdik. Demak, javob berayotganda e'tibor bergan bo'lsanglar, do you bilan boshlangan yes, I do bilan javob berilyapti. Yo'q degan holatimizda ham no dedik va I don't. Demak, ha desak oxiriga not qo'shmaymiz, yo'q deydigan bo'lsak oxiriga not qo'shib qo'yapmiz. Xo'p, endi hozir ishlatgan strukturamizni ko'rsak, because of ko'rdik grammatikadan. Sababli deb tarjima qilinyapti. Undan keyin faqat ot yoki fe'lning gerund shakli kelyapti. Fe'lning gerund shakli bu fe'lni nounga aylantirilgan shakli. Qanday aylantiriladi desa, istalgan verbga ing qo'shilsa, u nounga aylanadi. Hop, endi every time I go to, har safar borganimda biz tepada ishlatdik. Every time I go to party I try to make new friends. Har safar bazmlarga borganimda yangi do'stlarni orttirishga harakat qilaman. Bu yoqda ham every time I see you,
Har safar men seni ko'rganimda degan ma'noda ishlatilyapti. Yana every time ishlatilyapti. We play tennis. Har safar tennis o'ynaganimizda. Xo'p, endi example 4 ga qaraydigan bo'lsak. Yes, I do. Ya'ni do'st orttirishni yaxshi ko'rasizmi? Ha deb javob berilyapti. Endi owing to. Endi owing to yuqorida ko'rgan because of'imizga sinonim bo'la oladi. Har safar speakingimizda deylik bir xil so'zlardan qaytarsak ham speakingizni vocabulary qismiga, ya'ni so'z bilish qismingizga pastroq ball qo'yib beradi. Chunki siz so'z bilmaganingiz tufayli bir xil so'zlar qaytaraverasiz, bu yaxshi emas. O'shaning uchun ko'proq sinonim yodlashga ham harakat qilish kerak. Va bu sizni ko'proq siz so'z bilishingizni va deylik ingliz tilida gapirayotgan holatingizda har qanaqa vaziyatda so'zlaringiz yetarliligini ko'rsatib turadi. Hop, javob berayotganimizda mana shu joyda owing to bu because of bilan bir xil ma'noda ishlatiladi. Ya'ni nimadir sababli yoki endi ozgina farqi bor. Because of bilan owing to'ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu joyda because of neutral. Ya'ni because of sababli deganimizda tufayli deymiz, lekin negativ ma'noda ham, pozitiv ma'noda ham aytmaymiz. Lekin owing to bu ko'proq pozitiv ma'noda keladi. Misol uchun sharafiga deylik, agar o'sha biror narsa deylik sizni foydangizga bo'ladigan bo'lsa, shu sababli degan ma'noda ishlatayotganingizda owing to ishlatganingiz ma'qul. Lekin agar siz javobingiz negativ bo'lsa, sizga minusga ishlab beradigan holat bo'lsa, sababingiz, siz o'sha holatda because of ishlatganingiz ma'qul. Chunki owing to pozitiv ma'noda ishlatiladi. Deylik, men darslarim qila olmayman, chunki men dangasaligim sababli demoqchi bo'lsangiz, o'sha holatda because of ishlatganingiz ma'qul. Chunki owing to bu pozitiv ma'noda ishlatiladi. Deylik, men darslarimni vaqtida bajaraman, chunki men hamma ishlarimni tartibli bajarganim uchun. Mana shu joyda chunki ishlarimni tartibli bajarishim menga pozitiv ma'noda bo'lyapti. O'shaning uchun men u yerda owing to ishlatsam bo'ladi. Bu yoqda ham 4-answerimizga qaraydigan bo'lsak, extroverted character, ya'ni extroverted bu outgoing, sociable degan ma'noni beradi. Ya'ni chiqishimli xarakter egasi. Chiqishimli xarakter egasi bo'lganim uchun tufayli degan ma'noda ishlatilyapti owing to. Bu pozitiv ma'noda rol o'ynab beryapti extroverted character bo'lgani. Endi owing to my extroverted character, ya'ni men o'zimning chiqishimli xarakterim tufayli I have never missed this opportunity. Men hech qachon bu imkoniyatni o'tkazib yubormaganman. Moreover, hop, besides ga o'xshagan so'zlar deylik, ikkita gaplarning o'rtasida va deb turib qo'shimchasiga degan ma'noda ishlatiladi. Gaplarni o'zaro bog'lab beradi. Eslab qolishimiz kerak. Biz gaplar o'rtasida and deya olmaymiz. Shunchaki deylik, birorta fikr aytib bo'lganimizdan keyin keyingi fikrni boshlayotganda biz doim sentence boshlayotganda beside bilan moreover qo'yib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa sentencelarimiz bir-biriga bog'lanmay qoladi. Xuddi shu holatda ham agar moreover da olib tashlaydigan bo'lsak, owing to dan opportunity gacha, ya'ni bitta fikr bo'ladi. I dan important gacha boshqa fikr bo'lib qoladi. Ana shu fikrlarimiz bitta javobimiz yes I do, ha degan javobimizni qo'llab-quvvatlab turgan, ikkalasi bittaligini ko'rsatib qo'yishimiz uchun ham moreover bilan besides ni ishlatib qo'yishimiz kerak o'rtada, bo'lmasa alohida bo'lib qoladi. Owing to my extrovert character, I have never missed this opportunity. Ya'ni chiqishimli xarakterim tufayli men hech qachon bu imkoniyatni o'tkazib yubormaganman. Ya'ni yangi do'stlar orttirishni. Biz shunchaki yangi do'stlar orttirish deb savoldagi deylik berilgan so'zlarni qaytarmadikda, o'zimiz ozgina paraphrase qilib, ya'ni ma'noni ushlab turgan holatda gapimizni strukturasi bilan so'zlarni o'zgartirdik. Mana shu narsa paraphrasing bo'ladi. Paraphrasing speakingda ham juda muhim. Moreover, undan tashqari, I believe enlarging your social circle is important. Bu yoqda social circle bu do'stlar davrasi degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, undan tashqari men ishonamanki, enlarge ya'ni kattalashtirish, o'zingizning do'stlar davrangizni kattalashtirish bu juda muhim. Hop, endi owing to, demak owing to ko'proq pozitiv ma'noda ishlatilyapti, because of esa ham negativ ham pozitiv ma'noda ishlatsak bo'ladi. Hop, example 5 ga qaraydigan bo'lsak, I love making new friends. Trust be told, just because I'm sociable makes it easier to build a relationship with people around me, and I think it's important to enlarge your social circle. I love making new friends. Endi oxirgi answerimizga qaraydigan bo'lsak, hop, love fe'li ishlatilyapti. Men yoqtiraman. Endi yoqtiraman degandan keyin undan keyin doimo noun, ya'ni ot bo'lishi kerak. Chunki biz o'zimiz o'zbek tilida ham javob berayotganimizda men nimadirni yoqtiraman deymiz. Ya'ni nimadir bu otni so'rog'i. Ingliz tilida ham xuddi shu holat. Love dan keyin agarda
siz biror narsani yoqtiraman demoqchi bo'lsangiz, doim noun ishlatilishi kerak. Lekin men yugurishni yaxshi ko'raman deydigan bo'lsak, ya'ni ot kesim bo'ladi o'zbek tilida. Endi ingliz tilida bu narsani nomi gerund. Verbga ing qo'shilgan holatda ishlatishimiz kerak. Make new friends, yangi do'stlar orttirish bo'lgan bo'lsa, endi love fe'li turgani uchun yonida verb ing ishlatishimiz kerak. Hop, bunga o'xshash fe'llarimiz bor. Yana enjoy, hate, yomon ko'rmoq, dislike, like o'xshagan fe'llarimizdan keyin doim xuddi shu qoida yuradi. Ya'ni noun ishlatishimiz kerak. Agar verb ishlatadigan holat kelib qolsa, ya'ni ish harakatli fe'l ishlatadigan holat kelib qolsa, unda o'sha fe'lga ing qo'shimchasini qo'shib qo'yishimiz shart. I love making new friends. Yangi do'stlarni orttirishni yaxshi ko'raman. Haqiqatda aytadigan bo'lsam degan ma'noda aytiladi. Trust be told. Haqiqatda aytadigan bo'lsam. Just because I am sociable makes it easier to build a relationship with people around me. Men shunchaki I am sociable, ya'ni qishimliman. Shu narsa yangi atrofimdagi odamlar bilan munosabat qurishimga osonlashtirib beradi shu narsa deyilyapti. And I think it's important to enlarge your social circle. Ya'ni men o'ylaymanki, I think deb turib yonida aytilyapti nimani o'ylashini. Bu muhim. Nima muhim deyilsa, hop, ijtimoiy doira, ya'ni do'stlar davrasi, tanishlar davrasi, social circle tanishlar davrasi degan ma'noda ishlatilyapti. Sizning tanishlar davrangizda kattalashtirish muhim deb o'ylayman deyilyapti. Demak, make it easy. Endi make it easy degani biror narsani oson qilish degan ma'noda ishlatilyapti. Make it hard bo'lsa qiyin bo'lib qoladi. Make it bad yomonlashtiradi degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, endi hozirgi ishlatgan vocabulary'miz social circle, ijtimoiy davra, tanishlar davrasi. Bu vocabulary'larni eslab qolamiz va speakingda ko'proq ishlatishga harakat qilishimiz kerak. Men sizlarga jo'natgan savollarga ham javob berayotganda aynan shu vocabulary'lardan va tepada ko'rgan because of, owing to, every time, because of, xuddi shular hammasini ishlatishinglar shart. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak, outgoing demak extroverted bilan bir xil ma'noda ishlatilyapti. Kirishimli, tez til topishib ketadigan ma'noda ishlatilyapti. Endi bunga antonim ko'rdik. Introvert, ya'ni xarakteri boshqalar bilan chiqishimli bo'lmagan odamlarni biz introvert deb ataymiz. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak, ikkinchi savolimiz, do you like traveling? Ya'ni sayohat qilishni yoqtirasizmi deb birorta odam so'radi. Endi hozirgi ishlatadigan grammatikamiz example'lar boshlashdan oldin ko'rib olaylik. Birinchisi, to be obsessed with. To be fe'ldan keyin obsessed with kelyapti. Endi withdan keyin noun ishlatiladi. Ya'ni biror harakat yoki biror narsa bilan mukkasidan ketish, o'ta kuchli yoqtirish degan ma'nosida ishlatiladi. Xo'p, example ga qaraymiz. I am obsessed with it. Demak, men u bilan deylik mukkasidan ketgan darajada juda yaxshi ko'raman degan ma'noda ishlatilyapti. Nimani yaxshi ko'raman? Ya'ni traveling, sayohatni yaxshi ko'raman, qaytaraman degida o'rniga pronoun ishlatdik. Demak, men sayohatni mukkasidan ketganman, juda yaxshi ko'raman desangiz, I am obsessed with it desa bo'ladi. Yoki bo'lmasa deylik, sizdan muzqaymoqni yaxshi ko'rasizmi desa, men muzqaymoqni juda mukkasidan ketganman, juda yaxshi ko'raman demoqchi bo'lsangiz, I am obsessed with ice cream. Ya'ni muzqaymoq bilan mukkasidan ketganman, juda yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rishning eng yuqori darajasi mana shu deb gapirmoqchi bo'lsangiz, I am obsessed degan with strukturasini ishlatsangiz bo'ladi. Ha deb I love demasdan I am obsessed with bilan ham javob bersa bo'ladi. Hop, I even have made lots of plans on where to go. Men hattoki haligi qayerga borishimgacha juda ko'p rejalar qilib bo'ldim deyilyapti. I enjoy traveling. Men endi mana shu joyda e'tibor beramiz. Enjoy fe'li keldi. Tepada ko'rgan like, love o'xshagan fe'llarimizdan keyin doim aytdik noun kelishi kerak. Agar fe'l ishlatmoqchi bo'lsak, travel bu sayohat qilmoq fe'li, bu fe'lga ing qo'shib qo'yishimiz shart. Travelga ing qo'shib qo'yilgan shuning uchun. I enjoy traveling because I will have an opportunity to discover something new. Men sayohat qilishni dan juda ham rohatlanaman. Because ya'ni sababli, chunki I will have an opportunity to discover something new. Chunki agar men sayohat qilganimda yangi deylik narsalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'laman degan ma'noda ishlatilyapti bu yoqda. Endi answerlarimizga mana bu joyda gaplarni tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, do you like traveling? To'g'ridan to'g'ri birinchi gapimizga javob beryapti. Mana bu nuqtagacha bo'lgan joyda men sayohat qilishni juda yaxshi ko'raman deb javob berdi. Mana bu joyda mukkasidan ketganman. I even have made lots of plans on where to go. Endi mana bu bergan javobim qo'llab-quvvatlovchi gaplarni davom ettiryapman. Ya'ni juda ham ko'p planlar qilib qo'ydim qayerga borishim mumkinligi to'g'risida. Va mana bu joyda I enjoy traveling. Men
Sayohat qilishni yaxshi ko'raman dedim. Rohatlanaman dedim. Sababini aytyapman. Mana bu joyda yana tepada bergan javobimni haligi qo'llab-quvvatlovchi fikrlar beryapman. Because I will have an opportunity to discover something new. Chunki menda yangi narsani o'rganish imkoniyati bo'ladi. I think it's amazing. Men o'ylaymanki, bu narsa ajoyib deb tugatilgan so'ramiz. Endi keyingisiga qaraydigan bo'lsak, I enjoy traveling. Yana enjoy keldi. Enjoy fe'lidan keyin travelga ing qo'shimchasi qo'shib qo'yilgan. Tepada aytib o'tdik sababini. I enjoy traveling because of excitement. Endi mana shu joyda I can get during the trip. Ya'ni men travelingni yaxshi ko'raman deyilyapti. Mana bu savolimizga javob berayotganda, sayohat qilishni yoqtirasizmi degan savolga javob berayotganda, ha, men rohatlanaman sayohat qilishdan. Endi sababini aytyapmiz. Because of shtatlik tepada esda bo'lsa, chunki sababli owing to sinonim bo'la oladi bunga. Excitement I can get during the trip. Men sayohat qilishni rohatlanaman, chunki men sayohat davomida trip ham sayohatga sinonim. Trip davomida, during davomida ola oladigan hayajonlarim tufayli men sayohat qilishdan rohatlanaman. So obsessed. Endi bu yoqda so qo'yib qo'yilgan. Buni ham ma'nosi I am obsessed. Men mukkasidan ketganman. Juda yaxshi ko'raman uni. I am so obsessed with it that I even have made several plans on where to go. Men u narsani juda yaxshi ko'raman, mukkasidan ketganman. Z bu yoqda shuning uchun ma'nosida ishlatilyapti. Chunki so bilan z birga ishlatilsa, solely sentencedan keyingi gapimizda z qo'yib, shuning uchun shu tufayli degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Men juda ham mukkasidan ketganligim sababli tufayli sababli ma'nosida kelyapti. Men hattoki qayerga borishimgacha bir nechta rejalar qilib qo'yganman. Several plans, ya'ni bir nechta rejalar qilib qo'yganman. Even hattoki degan ma'noda ishlatilyapti. Xo'p, endi Xo'p, davom etadigan bo'lsak. I love it so much and I believe it's a good way of discovering something new. Endi mana shu joyda bitta iboramiz ishlatildi. I love it ya'ni nimani yaxshi ko'raman? Sayohat qilishni yaxshi ko'ryapman. Juda deyapman so much va men ishonamanki, nimaga ishonaman? It's a good way of discovering something new. Bu yangi narsani o'rganishning yaxshi yo'li. Mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, it's good way of discovering something new. Birorta yangi narsani kashf qilishning yaxshi yo'li. Buni yodlab olamiz bu iborani. It's a good way of discovering something new. Yangi biror narsani, demak, kashf qilishni yaxshi yo'li degan ma'noda ishlatilyapti. Xo'p, davom etamiz. I have several plans for the future. Men kelajagim uchun bir nechta rejalarim bor. I hope one day my dreams will come true. Men umid qilamanki, bir kuni mening orzularim ro'yobga chiqadi degan ma'noda ishlatilyapti. Xo'p, endi it's the best way of finding our way. Endi keyingi vocabularylarimiz mana bu joyda qaraydigan bo'lsak, it's a good way of discovering something new ga yana misollarimizni ko'radigan bo'lsak, it's the best way of finding our way. Bu yo'limizni topishning eng yaxshi yo'li. It's the worst way of solving the problem. Bu muammoni yechishning eng yomon yo'li bo'ldi. Endi davom etadigan bo'lsak, ushbu so'zlar hammasini grammatik strukturalar qaytarib, yaxshilab yodlab, undan tashqari mana bu har bitta example iloji bo'lsa, telefoningizda audio zapisini yoqib turib yozib olib, rekord qilib 5 martadan o'qing har bitta gapni, keyin u audioni yaxshilab o'zingiz qaytarib eshitib, xato qilayotgan joyingizni to'g'rilashingiz kerak. Undan tashqari men jo'natgan savollarga mana shu o'rgangan vocabulary strukturalaringiz yordamida javoblaringizni audio shaklida yozib, menga jo'natsangiz, men sizga xatolaringizga qanday qilib to'g'rilashingiz bo'yicha maslahatlar beraman. Xo'p, endi savollari bo'lsa kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p, o'sha yerdan olib, javoblar tayyorlab, mana bu mavzular o'rganib, bu faylni ham tashlab qo'yaman shu joyga, o'rganib turib, menga jo'natsangiz bo'ladi. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak. Xo'p, 5-answerga yetib keldik. Indeed. Xo'p, 4-inchisi qolib ketdi o'rtada. Xo'p, 4-inchisiga qaraydigan bo'lsak, xuddi o'sha savol, ya'ni tepaga qaraydigan bo'lsak, sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi? Ha, albatta, yes I do. Traveling can help us to understand cultures more and we will have a chance to discover new places, which is of course amazing. Endi bu yoqda ha, albatta, sayohat bizga boshqa madaniyatlarni ko'proq tushunishga va yangi joylarni o'rganishga imkoniyat yaratadi. Ya'ni we will have a chance. Have chance degani imkoniyat. Have a chance to discover new places. Yangi joylarni o'rganishga imkoniyat beradi. Endi bu narsa albatta ajoyib deb qo'yilgan oxirida. Demak, to have a chance to do something, biror ish qilishga imkoniyat bo'lish degan ma'noda ishlatilyapti va endi
Xuddi shuni boshqa speaking questionlarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, hop, sayohat qilishdan tashqari deylik, walking, yurish deylik. Hop, walking, let's say, can help us to improve our health, and we can have a chance to, let's say, lose our fat or obesity, ya'ni semizligimiz, yog'imizni yo'qotishga yordam bera oladi, imkoniyat bera oladi degan ma'noda aytdim shu joyda. Demak, have a chance to do something, biror narsani bajarishga imkoniyat beradi degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, endi har safar bunga o'xshagan vocabulary'lar berib boraman. Bularni yaxshilab yodlab, hop, bular ayniqsa savolga to'g'ridan-to'g'ri javob bergandan keyin keyingi qismda savolingizni qo'llab-quvvatlovchi ikkinchi va uchinchi gaplaringizni ishlatishga juda ham zo'r vocabulary'lar, tepadagilar ham, grammarlar ham juda foyda beradi. Hop, endi indeed keyingi so'zimizni ko'radigan bo'lsak, albatta degan ma'noda ishlatiladi. Excitement bu zavq, hayajon degan ma'noda ishlatiladi. Indeed. Endi 5-chi example'imizda sayohat qilishni yoqtirasizmi degan javobga indeed deb nuqta qo'yilgan, ya'ni albatta deb javob beryapti. I love traveling because it helps us to learn about different places and cultures. Men mana love fe'lidan keyin verb keldi. Men sayohat qilishni sevaman. Sababi u menga turli xil joylar va madaniyatlar haqida o'rganishga yordam beradi. Xo'p, endi by traveling, sayohat qilish orqali, I think we will start to understand each other more. Sayohat qilish orqali men o'ylaymanki biz bir-birimizni yaxshiroq tushunishni boshlaymiz degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, 5 xil answer ko'rdik. Har bittasini 5 martadan o'qib, audio qilib yozib, uni eshitishingiz kerak. Hop, bitta savolga demak 5 xil answer berish usulini ko'rdik. Endi what is your favorite film? 3-chi savolga o'tadigan bo'lsak. Hop, yana yoqtirgan narsa haqida so'rayapti. Bu safar love deyilmaganda, like, dislike demasdan yoqtirmoq, favorite, sevimli filmingiz nima? Endi example 1 ga qaraydigan bo'lsak, endi javob berilyapti. WH questionlari bu ju bilan boshlanmagan. Bu degani siz bunga maxsus javob berishingiz kerak. Bu yerda sizdan nomini so'rayapti, filmni nomini bilan beryapmiz. It's a game plan, ya'ni bitta film turi, film nomi bu. Game plan, ya'ni o'yin rejasi. Demak, u yoqtirgan film, men yoqtirgan film bu o'yin rejasi nomli film ekan. Endi uni keyingisida nimaga yoqtirish sabablarini aytyapman. I like it so much. Men juda yaxshi ko'raman. So z ishlatildi yana. Yoqtirganim tufayli degan ma'noda keladi z bu yerda. Men uni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun I watched the film over and over again. Endi mana bu over and over degani again deganimizda biror bir ish harakatni qayta bajargan bo'lamiz. Demak, watch qilganmiz biz, ya'ni ko'rganmiz film. Demak, men qayta ko'rganman, juda yoqtirganim sababli degan ma'noda ishlatilyapti. Xo'p, endi siz yana over again deb deylik, faqat bu gapda emas, boshqa gaplarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, men biror narsani juda yaxshi ko'raman dedim, deylik. I love it something. Juda yaxshi ko'raman yoki I'm obsessed with it dedim. Men u narsadan mukkasidan ketganman dedimda. That's why tepada ko'rganimiz shu sababli deyapman. Yana example aytyapman hozir. That's why I do it over and over again. Ya'ni shu tufayli men uni qayta bajaraman. Davom etadigan bo'lsak, mana bu joyda yana it teaches the importance of kindness and love and friendship. U hop, endi mehribonlik, sevgi va do'stlikni muhimligini bizga tushuntiradi deyilyapti. Ana shu filmda demak shu narsalar tushuntiryapti. Hop, endi make somebody do something. Hop, endi buni ko'radigan bo'lsak, bu strukturamizda bu ma'nosi biror narsani deylik bajartirdi menga degan ma'noda ishlatilyapti. Ya'ni let's say made me cry. Ya'ni made somebody do. Buni ma'nosi endi meni yig'latdi degan ma'noda ishlatilyapti. Yana misol, this film made me cry. Bu meni yig'latdi. The story makes us laugh. Hikoya bizni kuldirdi. Endi demak subjectimiz make dan keyin qo'yilganda mana bu usni, ya'ni laugh qilishga majburladi degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Misol uchun yana my parents story o'rniga mening ota-onam make, endi ko'prikda bo'lgani uchun s qo'yilmadi. My parents make meni do my homework. Men uyga vazifamni bajarishga majburlashadi degan ma'noda aytildi endi. They made me cook dinner. Endi bu yoqda ular menga kechki ovqatni pishirtirishdi degan ma'noda aytilyapti mana. Subjectimiz they made bajartirdi. Kimga? Me, menga. Cook nimani qildirtirdi? Pishirishni. Cook dinner, ya'ni kechki
ovqatni pishirtirdi degan ma'noda ishlatilyapti. Hop, endi example 2 ga qaraydigan bo'lsak, I fancy Spider-Man. Ya'ni men Spider-Man yoqtiraman, fancy ham yoqtirish degan ma'noda ishlatiladi. It's so intriguing that I watched the film over and over again. Yana o'sha over va over ishlatdik. So va that birga ishlatyapmiz. Endi so juda degan ma'noda ishlatiladi. Hop, endi u juda qiziqarli, shuning uchun men filmni qayta-qayta ko'rdim degan intriguing degani qiziqarli degan ma'noda ishlatilyapti. It teaches the importance of kindness. Bu yana xuddi o'sha javobimiz. Mehribonlik va being brave, jasur bo'lishni and friendly to others, boshqalarga do'stona bo'lishni o'rgatyapti. Hop, endi davom etadigan bo'lsak, ko'rgan voqea birimiz hozir to watch something over and over again. Ya'ni biror narsani qayta-qayta bajarish. Importance of something, biror narsaning muhimligini. Ya'ni mana bu joyda ko'rganimiz, hop, it teaches bizga o'rgatadi the importance of something, biror narsani muhimligini o'rgatadi. Deylik, I fancy, o'zgartiraman kino nomini deylik. I fancy like movies about family. Men oila haqidagi filmlarni yaxshi ko'raman. It's so intriguing. Deylik, they are so intriguing. Ular juda qiziqarli. That I watch them film over and over again. Ya'ni ular qiziqarli bo'lgani uchun qayta-qayta tomosha qilaman degan film nomini o'zgartirdim. Javob davom ettiryapman. It teaches the importance of, let's say, kindness and importance of family. Ya'ni u o'rgatadi haligi kindness, ya'ni mehribonlikning muhimligini va oila muhimligini o'rgatadi deb aytdim. Hop, endi importance of something, ya'ni nimadirning muhimligini degan ma'noda ishlatilyapti. Hop, endi example 3 ga qaraydigan bo'lsak, Home Alone. Uyda yolg'iz filmini hammamiz yaxshi bilamiz. Endi qaysi filmni yoqtirasiz, qaysi film sizni yoqtirgan degan holatda javob berilyapti. Hop, it's Home Alone actually. Aslida men yoqtiradigan film bu Uyda yolg'iz. The film is full of adventures and I love the way Kevin handles different situations. Film sarguzashtlar, adventuresga to'la, sarguzashtlarga to'la va men Kevinni turli xil handle, ya'ni hal qilish degan ma'noda, eplash degan ma'noda ishlatilyapti bu yoqda. Turli xil vaziyatlar qanday eplaganini deylik ko'rishni sevaman, yoqtiraman degan ma'noda ishlatilyapti. I like it so much. Men uni juda yaxshi ko'raman. That I watch the film over and over again. Qayta-qayta degan ma'noda ishlatilyapti. On winter holidays. Demak, qishki bayramlarda men uni qayta-qayta ko'rishni ko'raman. Uni juda yaxshi ko'rganim sababli degan ma'noda ishlatilyapti. Yana so va that. So juda, thatdan keyin mana bu yoqtirganim tufayli degan ma'noda keyingi sentensni berganmiz. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, vocabulary-miz hozir ko'rganimiz handle, eplamoq, uddalamoq, to be full of something. Biror narsaga to'la bo'lmoq. Xo'p, endi example 4 ga qaraymiz. Men o'ylaymanki, Me Before You, bu ham bitta kino nomi. Me Before You has always been my most favorite. Endi men o'ylaymanki, Me Before You filmi, ya'ni men sendan avval nomli film har doim mening sevimli filmim bo'lib kelgan. This film taught me the importance of kindness. Ya'ni yana importance of ishlatilib, bu film menga ya'ni kindness, mehribonlikning muhimligini, sevgini muhimligini va hayotdagi hurmat muhimligini o'rgatgan. The film even made me cry. Make me do something. Ya'ni tepada ko'rgan strukturamiz make somebody do. Ya'ni film hattoki meni yig'latgan degan ma'noda ishlatilyapti. Xo'p, endi example 5 ga qaraymiz. I don't have one particular favorite one. Endi bu example'imizda deylik, men aynan bitta yoqtirgan filmim yo'q deb javob bermoqchi bo'lsangiz, shuni ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni menda bitta filmim yo'q deyilyapti bu yoqda. I don't have one particular favorite one. Ya'ni one deganda shu film nazarga tutilyapti. But I fancy watching action films like Baby Driver. Lekin men deylik action film, ya'ni ko'p harakat qatnashgan filmlardan deylik Baby Driverga o'xshagan filmlarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Baby Driver bu aynan haydovchilar to'g'risida kino, poyga to'g'risida, shuning uchun action film deyilyapti. The Departed and so on. Departeddan bitta film va shunga o'xshash filmlar, action filmlarni yaxshi ko'raman lekin deyilyapti. Demak, aynan bitta yoqtirgan, qayta-qayta ko'radigan filmi yo'q, lekin action filmlarni yaxshi ko'radi. Shu turdagi filmlar deb javob berilyapti. They are full of energy. Mana bu joyda ko'rganimiz to be full of something, nimadirga to'la deyilyapti. They are full of energy. Mana shu filmlar action filmlar, energiyaga to'la va unexpected situations, ya'ni kutilmagan vaziyatlar va energiyaga to'la. They are full of energy and unexpected situations. Demak, full ofdan keyin noun qo'yib,
shu biror narsaga to'la degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Deylik, hayajonga to'la. Men examda deylik, qatnashni yaxshi ko'raman, chunki hayajonga to'la demoqchiman. Exam ya'ni imtihon. I like participating. Like dan keyin participate ga ing qo'shyapman. I like participating in the exam because exams are full of excitement. Hayajonga to'la degan ma'noda ishlatdik. Xo'p, endi shu bilan darsimiz ham yakunlandi. Xo'p, bu faylni Speaking with Bobur Mirzo Telegram kanalidan topsangiz bo'ladi. Xo'p, endi qaytarish tashlab qo'yaman. Undan tashqari speaking questionlarni ham jo'natib qo'yaman. Astoydil harakat qilinglar, homeworklarni yaxshilab bajaring. Dangasalik qilmang. Shunda speakingiz ham yaxshi bo'ladi va albatta shu darsdan keyin yoqtirish va yoqtirmaslik mavzusida sizga ingliz tilida savol tushib qolsa, shu strukturalar va shu so'zlar orqali oson javob bera olasiz. Shuning uchun homeworklarda mashq qiling. Xo'p, darslar ko'rishdan ko'ra eng muhim narsa bu mashq qilish, chunki mashqsiz deyarli hech narsani o'rgana olmaysiz. Shuning uchun mashq qilish juda muhim.